Shu ko'rgan mototsikllarimizni atiga 100 ming so'mga qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu uchun ishlatish kerak. Qo'shkibir stadionining oldiga kelib, o'sha yerda bizning manzilimiz, o'sha ajoyib bo'lgan ferilarimizni, gellarimizni, jidki milamizni olasizlar 100 ming so'mga va o'sha sportiv mototsikl olsangiz bo'ladi. Общий sovrin 100 dona, atiga 500 ta bilet qoldi. Ulgurib qolinglar. Bunday imkoniyat boshqa bo'lmaydi. Sportiv mototsikldan bilan sizlardan yuraverasizlar, atiga 100 ming so'm. 100 ming so'm o'zingiz bilan ketadi. Ham 100 ming so'm sportiv mototsiklda bo'lasiz. Xohlasangiz podarka etsangiz ham bo'ladi, yaxshi ko'rgan odamsiz. Siz kelaverasiz. Bundan keyin boshqacha mahsulotlarimiz bor, dog'ni gidrodon mahsulotlarimiz bor. Kelib turib xohlagan shu 100 ming so'mlik tovar olasiz va sportiv mototsiklda tutsangiz bo'ladi. Общий 100 dona sovrin, 95 dona maishiy texnika, 2 dona sportiv mototsikl, 2 dona skuter 5 millionlikdan va bitta sportiv velik. Bu da yani 10 adamdan bir adam o'tadi yani. Eng qiziqarli yeri Suxoy tumanini shunday tekinga aytib beramiz. Kelib turib 100 ming so'm mahsulot olasiz. Hem Suxoy tumanini mashinangizga mazza etib urib, cho'tka ketasiz. Suxoy tumani, necha so'm turadi Suxoy tuman? 20 ming so'm, 20 ming so'm yana kelsangiz bonus bo'ladi ekan. Zamingiz kutib qolamiz, kelaverasiz, sog' bo'ling, boy bo'ling. Ulgurib qolinglar. Bunday imkoniyat boshqa bo'lmaydi lekin. Zo'r imkoniyat. Tanishsangiz tashakkur qilinglar video. Omad so'zini yozing, iloyim inshaalloh sizga nasib etsin shu sportiv mototsikl. Kelaverasiz.